Bu pinovarlarimiz juda ham chiroyli turadi. Sizni va figura qilib qo'yadi. Turmush o'rtog'ingizga juda ham yoqadi. Hamma pinovar sotadigan sotuvchilar shu gapni aytadi. Bularning orasida mana men chiroyli pinovar kiy, men qimmatini kiy. Agar tiling tiymasang, eringga bo'xtib ko'rmasan deb hech qaysimiz aytmaymiz. Juda ham ko'pchilik ayollar pinovar kiyishadi, lekin bitta qoida, oltin qoidaga hech qaysi ayol pashta amal qilmaydi. Ko'pchilik ayollarni ko'rdim, pinovar dodixojalarini kiyadi, lekin turmush o'rtog'i bilan ajrashgan yo turmush o'rtog'i bilan nimadir muammosi bor. Pinovar ishlamaydi va feramon ishlamaydi va pinovar 1 tiyinga qimmat, men kiyardim, bari meni erim yurib ketdi deganlar. Yaqinroq o'tiringlar, sizlarga bitta gap aytaman, achchiq haqiqat. Yoqmasligi mumkin, balki kommentariyani negativga to'ldirib yuborarsiz, lekin menga baribir hech kim kiyotgan million pulga sotilayotgan maslahatlarni men sizlarga tekinga beraman. Pinovarlarni kiyishdan oldin siz avval o'zingizni o'zgartiring, o'zingiz ustiga ishlang. Narsani tushunib yetinglar, aziz opa-singillarimiz, iltimos sizlardan men sizlarga iltimos qilib so'rayman. Ko'pchilik ayollar turmush o'rtog'iga ona rolda bo'lib qolgan. Qatta siz nima qilyapsiz, kim bilan siz qachon kelasiz? Men ham to'yimizdan keyin xo'jayinim 3 yil davomida tergadim, qizg'andim, rashk qildim, qattaligini bilgim keldi. Lekin o'sha orada turmush o'rtog'imni onasiga aylanib qolibman, ayoliga. Turmush o'rtog'imga bitta ona yetadi, bitta ayol yetadi. Turmush o'rtog'ingizga agar ayol o'rnida bo'la olmayapsizmi, ona o'rnida bo'ldingizmi, ishonavering, boshqasini qidirishga tushib qoladi. Shubha, gumon, qo'rquv hammasini yo'qoting. Qanchalik shubha, gumon ko'p qiladigan bo'lsangiz, o'sha oilani o'zingiz qo'lingiz bilan buzgan bo'lasiz.